Molni ukam surishtirib ko'rdi. Bir ishini tayini yo'q, o'yin kulgiga berilgan yigit ekan. Shuni bilib turib, qanaqa qilib qizimni unga beraman? Ukam yaxshi emas dedi u yigitni. Senlar o'zingni kim deb o'ylayapsanmi? Men qizni otasi bilding. Men aytdimmi tamom. Nega gapimni ikki qilyapsan? Bu nima deganingiz? Qanaqa oilaligini bilmasdan qizimni uzatib yuboraveramanmi? Olim oilasi qanaqa ekanligini men bilaman. Olim o'ziga to'q, oilasi badastir odam. Shuncha yillik do'stim u. Keyin unga so'z berib qo'yganman. Keyin qizim yoshligida quloqni tishlab qo'ygani esingdan chiqdimi? Qo'ysangiz-chi, shu eskilik sarqitlarini. O'sha paytda bolalarimiz kichkina bo'lgan. Tishlagin desangiz tishlab qo'yaverganda nimani biladi bola degan. Asan ham magistraturaga kirmoqchi axir. Hay o'sha magistraturasini erga tekkandan keyin ham o'qiradi olimkida. Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz bo'lardi, shoshilmasdan. Hech narsani o'ylab o'tirmaymiz. Bugunoq qo'ng'iroq qilib, roziligimizni ayt. Shundoq ham do'stim oldida uyatga qo'ydik. Bu to'yni boshqa cho'zib o'tirmaymiz. Men afs qilganman. Meni qarolimga hech kim qarshi qolmaydi, tushundingmi?